Hozir xabarlarimiz bor. Tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha juda ham ko'p imkoniyatlar yaratilyapti. Yurtboshimiz tomonidan shu tadbirkorliklarni tadbirkorlikni rivojlantirib, tadbirkorlik nima qilsa bu davlatimizga ham foydasi bo'ladi. Biz soliq to'laylik, kimdir ishga oladi, ishchilar bo'yicha. Mana yuridik mijozlarimiz bo'yicha bizga 3 xil 4 xil nimalar produktlarimiz keldi. Mana yengil start degani bor. Mana yangidan shunday tadbirkorlik boshlasa, shunday kelib yangi kelib Chepelni xususiy korxonani MCH shuni ochib boshlasangiz, 300 milliongacha beramiz. 300 million so'mgacha. Nima qilsak bo'ladi biz? Siz qilmoqchi bo'lsangiz, nima o'zingizni g'oyangiz va tadbirkorlik qilishingiz uchun? Qanaqa magazin ochmoqchimisiz? Magazin, savdomi yo'q? Savdoga masalan nima ochmoqchimiz? Kasaba magazin, qurilish mollarimi, oziq-ovqat magazinmi? Farqi qanaqa? Shu tadbirkorlik faoliyatini boshlayman deb qo'ysangiz, yatita ochasizmi, yuridik korxona ochasizmi, MCH ochasizmi? Shularga 25% dan uskunalarni jihozlash uchun 3 yilga, aylanma mablag' to'ldirish uchun tovar olib kelish uchun 18 oyga berilyapti. Qancha biz buni qo'yishimiz kerak? Hech narsa qo'yilmaydi. Hech narsa qo'yilmaydi sizlar. Boshdan shu 300 million bera olasiz. 300 milliongacha. Mana 24% dan bor imkoniyat deymiz, imkoniyat. 24% mana avtokreditlar 24 mi? Ha, yo'q. Men eshitgan oxirigacha savol beraverasiz. 24% dan imkoniyat deganimiz bor. Bu imkoniyat degan produktimiz 6 oydan kam bo'lmagan bo'lishi kerak, faoliyatini boshlaganiga, oborot qilib yurgan bo'lishi kerak. 50 milliongacha sug'urta polizlik bilan 300 milliongacha zalog asosida beriladi. Zalog asosida beriladi. Zalog asosida beriladi bu. Hozirgi kunda, kechagi kunduzda produktimiz bor. Mana oliy ta'limni, mana u farzandlarimiz o'qiyapti. Oliy ta'lim tugatib 2025-yilda tugatib kelayotganlarga 18% dan ishlab chiqarish qiladimi, savdo faoliyatini boshlaydimi, jihozlaydimi, 18% dan 7 yilgacha kredit ajratilyapti. Aylanma mablag' to'ldirish uchun 3 yilgacha, uskuna ishlab chiqarish, bu nimalar olib kelish uchun 7 yilgacha berilyapti. 18% dan berilyapti. Shu yil 2025-yil bitiruvchilar uchun bu. Bu ham 24 kirmaydi unga. Yo'q, 25-yilda tugadi. Shu uchun aytaman, mana shu yil tugadadigan, oliy ta'limda tugatib keladiganlarga bor. Tushunarli. Oliy ta'limda tugatib keladigan 10 milliongacha ham bor. Bu produktimiz 10 million so'mgacha, u 21% dan. Mana kollejdan tugadadiganlarga, ularga endi mana o'zi biznesga qadamda, u ham kelajakka qadam degan nimamiz bor. Bu ham 10 million so'mgacha berilyapti, 21% dan 18 oyga. Buni kattaroq tadbirkorlik qilish uchun 1 milliardgacha boyagi bitirib keluvchilarga berilyapti, u 1 milliardgacha beriladi. 18% dan buyon. 18% berilyapti. Endi bering savol, nima savol? Men o'sha aytib bo'ldim-ku. Men tushundim siz gapingizni chiqdi. Onadan. Xulosa chiqdi. Shunday ekan, men aytgan narsam oldin aytdim. Yengil stavkangiz qancha qo'ydi? Yengil start degan. Yengil start. Yengil start deyishim mumkin, tadbirkorlik endi boshlaganingizda 1 yil oldin, 1 yildan oshmagan bo'lishi kerak faoliyatingiz. Nol shunaqa, hozir bugundan boshlasa, 300 milliongacha zalog asosida beriladi. Zafar aka, mana bu